Hem bu resimni biz şuna JPG şekilde saklaymiz, PSD şekilde saklaymiz, PNG şekilde saklaymiz, AI şekilde saklaymiz deb ataymiz. Hem bu yerdeki JPG deganimiz dal mushu Photoshop'ninki yoki Windows'ning o'zi ta'minlagan bir xil resim shakli. Buni har qanday bir narsada tor ko'rgishda boshqa mashg'ulot sistemalardami normal ko'gil bo'ldi. Masalan, Mac sistemasidan bor bu shundaqmi? Almaninki Mac'dan bor. Demak, uningdan normal ko'gil bo'ldi. Bu bir o'rtaq bir mashg'ulot sistemasini tanlamaydigan bir xil uslubdagi o'lchamdagi rasm mavjudda. Masalan, men bu Photoshopning mavjudini mayatdan saqlayman, qarsam, mayat PSD deb turdi. PSD qilib saqlab qo'ysam, ham bu PSD shaklidagi rasmga o'zgarib ketadi. Maşkisinin farkı o'xshamaydi. Yani ma Photoshopda ochqil bo'lgan. Ammo meni ochma desam, hargiz mayadagi ko'rgishda ochish deyilgan iqtidor chiqmaydi, shundaqmi? Ko'rgishda ochish deyilgan iqtidor chiqmaydi. Ham bu har birisi bir turga tava bo'ladi. Bunda qo'ygan ekan, biz Photoshopning o'zining foydalanib oladigan hujjatlarga diqqat qilishimiz kerak. Shuni biz mayadni eklab saqlash deganni ochsaq, mayada bizga nurg'ilgan narsalarni ta'minlab bergan bo'ldi. Mushning hammasini Photoshop bir taraf qila oladigan hujjat ekan. Ham buning ichida faqat va faqat birinchisi PSD Photoshop'ның əzəldən tatib qo'llanib kelayotgan o'lchamlik vücudda. Bu PSD'nin bir alayidligi var. PSD vücudda Photoshop'da biz rangni qanday ishlatgan bo'lsak, rangda o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, men UI'imda yana bir parcha rasm tushiray. Körükning rasmini tushunmoqchidim. Shu Aqsuning bog'chidagi körükning rasmini tushirib, ash rasm bilan ikkisini biriktirib boqay, ha. Ekranning ustiga saqlab qo'ydim. Ochdim. Ochganning yoqi mavi hujjatni eklab, mana ustiga tashlayman. Biz bununla bir o'zgacha rang uslub chiqarib boqayli. Mayatga rang ko'rinishlarini o'zgartirib, xohlagancha bir xil o'zimizning tatiga yoqqan ma'lum bir uslubdagi ko'rinishini chiqarib boqali. Normal holatda qo'yib, men tiz maska degandan bir maska tortib qo'ydim menga. Chamber shaklida bo'lsin, mashali ko'rinsin, tortib, oyoq maskani elitib Müşkül şekilde bir parça resim işlep koydum. Addi qilib mishta turib tursin misolan. Bu xil shakldagi rasmni tabiiy kirishib ketgan rasm shaklini ishlab bo'lgandan keyin men mushni hamda saqlab qo'ymoqchi bo'ldim. Biroq men hozir so'zlagan JPG rasm bilan PSD ni tang saqlab qo'y. Avval men mana JPG shaklda 01 qilib saqlab qo'yay, ya. JPG shaklda 01. 01 degani mush hujjat bo'lsin, saqladim. Süpet derecesini tanışaymayadan süpet emaslan. Eng süpetlik olsun desem o işki geç koytuma. Olmasa 8 normal. Adet işletken vaqtimizda 8 alet qilib saqlab qo'ydim. Saqlab, ondan keyin PSD 6da bir qatim saqlay. PSD 6da 02 deb bir saqlay. 02. Endi men o'chirib etdim. O'chirib biz mayatga Naslarni deb bo'lgan shundaqmi? 01 bilan 02 ni kelib qo'yay, mayagi marismini ixlichiligi tashlab etdim. Ma'lum tashlab etdim. Mushu ikki dona hujjatni bir taraf qilaylik. Ma hujjatning ustiga kelib mousening o'ng knopkasini chekdim. Chekib, qasliqni assam, hujjatning kengaytirilgan nomi JPG sig'im necha? 220 ekan, ha. Amma ma'noga kelib o'xshash bir rasm asli. Assam 11.17 megabayt chiqib ketgan. 220 bilan oyat megabaytningki farqi xil shundaqmi? Endi ma'ni Windowsdan boshqa, masalan, har qanday bir mashg'ulot sistemasining o'zining ta'minlagan ko'rgichisida ko'gil bo'ladi. Shundaqmi? Ko'gil bo'ladi, normal ko'rdik. Ma'ni ko'gil olmaydi. Buni cho'qim Photoshop orqali ko'rishim kerak. Photoshopda ochdim. Unda bo'lsa, ma'ning ortiqchiligi nima ekan? Sig'im kichik, shundaqmi? Har qanday yoki maskelada shundaqmi? Uningdan boshqa rang sifat jihatdan o'zgarib ketmaydi, shundaqmi? Rang o'xshashgan-ku, biz ma'qul holatda ko'rsakmi yoki ma'qul holatda ko'rsakmi rang sifat jihatdan chiq o'zgarish bo'lmaydi ekan, shundaqmi?
Bek özgürüş jiq bo'lmaydi. Bo'ludi azroq, ammo bek jiq özgürüş bo'lmaydi. Agar saqlagan vaqtda sifat darajasini O2 qilib saqlasak, texmi özgürüş bo'lmaydi. Ham buningki hozir deganimiz bo'yicha alayidligi sifat o'zgarmaydi, ya'ni rang saqlab qilish iqtidori kuchli, qo'llanishchanligi yuqori, sig'im kichik shundaqmi? Sig'im kichik. Hamda mavi PSTning bo'lsa sig'imi cho'ng ekan. Bu bir kamchilik ekan hamda. GPG qaraganda bir kamchilik ekan. Biroq men hozir GPG widgetni ichib boqayman yaga. Ashkist ko'rinishda hech qanday farq yo'q, ha? Ko'rinish farqi yo'q. Biroq GPG widgeti hozir bizningki tayyorib qolgan widgetimiz, ha? Nima ko'rikni mayonga tanlab elvasam elvag'li bo'lamdi. Sababi nimishqa? Chunki buning tipi GPG. GPG bo'lg'achqa bu oq saqlagan vaqtida oq ko'rinishi altida saqlaydi. Oq ko'rinishi altida ma qavatni biriktirib etganlik uchun biz buni ayirib olmaymiz. Ayirib elish imkoniyatimiz yo'q. Biroq ma'noga kelganda-chu, ma'noga kelganda qarsam qavat o'z pardasiga saqlab qolgan. Shunga buningki sig'im cho'ng bo'ladi. Qavat o'z pardasiga saqlanib qoldi. Endi Photoshopning PSD widgetning iqtidori nima deganda loyihachanligi, loyihalash iqtidori, ya'ni o'zgartirishchanligi kuchli. Qo'llanishchanligi kuchli buningmi? O'zgartirishchanligi kuchli. Rang o'z pardasiga saqlanib qoladi. Kamchiligi bo'lsa-chu, sig'imi cho'ng faqat Photoshop bilan ocha olamiz. Demak, bir narsaning bir ortiqchiligi bo'ldi, bir kamchiligi bo'ladi. Masalan, meni o'chirib turib, marisini ayrim qo'llanmasam, qo'llanaverma, ha? Foydalanaverma. Meni qilib, meni qog'ozlarni o'chiribman deb, ayaga qavatdan birini ko'paytirib naqib qo'ysam bo'laverdi, shundaqmi? O'zgarishmaydi. Ya'ni o'zimizning loyihasi bo'yicha ishlataveramiz degan gap. Masala yerda. Unda bo'lsa Photoshopningki widgetningki ortiqchiligini tushundik, ha? PSTning ortiqchiligi shu. GPGning ortiqchiligi shu. Ana har ikkisining ortiqchiligi bor. Masalan, ba'zida rasm torbiti yasaydigan ishimiz chiqib qoladi. Biz rasm torbitida bir material torbit yasamoqchi, masalan, biz o'zimizning UIRM torbitimiz bor, shuningda shunda rasmlar bor. Ham buning hammasiga PSD qo'yay desam, mush bir parcha rasm 11 megabayt egallasa, sal cho'ngroq bir narsa loyihalasam 20-30 megabayt etda 100 megabaytni egallab kelsam, men bo'shliq yetishtirib bo'lmayman. Bu bir avarchilik shundaqmi? Hamda GPG rasmni chiqarib qo'ysak, xalqa odam xalqancha ko'rib o'zining tasavvur bo'yicha tushirib materialni tangshab ishlasa bo'ladi. Bu chaqda biz bo'shliqdan qishlanmaymiz. Torbetimiz lozim targ'i juk oz keladi. Iqim tuvan bo'ladi. Iqim yeb ketmaydi degan gap. Ham torbikat loyilashda biz GPG ni ishlatamiz. Ham biz bu yer torbikat loyilash to'g'risida dars so'zlamoqchi edik. Davasa GPG ningki ba'zi rasmlari GPG tipiq turib yana torda ko'rinmaydigan masala chiqadi. Masalan, marismni men bir torbat loyilash yumshoq detaldan xolgan birdan qo'ziqtay. Qaysi o'z Office-ningki front page-ni qo'ziqtayli. Qo'ziqtib, bu shayglam qistirdim mana. Qistirib qo'ydim-ku. Qistirib qo'yib, buni saqladim endi. Saqlay. Ekranning ustiga index HTML oldi. Saqlab bo'lib, ma index HTML-ni açsam hozir rasm ko'rinmadi. Açsam rasm ko'rindi. Rasm ko'rindi, normal ko'rindi. Ham ba'zida ko'rinmaydigan ahvollar bo'ladi dedik. Unda bo'lsa u qanday ahvol zodi? Qanday vaqtda bu ba'zidagi shu ko'rinmaydigan ahvol kelib chiqadi. Manda ahvolda ko'rinmaydigan ishlar kelib chiqadi. Biz mayada bir tungdov deydigan, ya'ni rang qonul deydigan bir narsamiz bor. Photoshopda ikkinchi diqqat qilgan narsamiz birinchisi widgetlarning tiplari bo'lsa, ikkinchisi widgetlarning qavti, uchinchisi bo'lsa rasmning rangi. Rang o'ynamsak biz Photoshopda yaxshi unum yaratamaymiz. Photoshop deganning nima orqali unum yaratadi? Ko'rish tizimimiz orqali unum yaratilgan narsa bu. Mani, ma yaxshi bo'pti, ma go'zal bo'pti, bir xil chiroyli chiqibdi deb tasvirlaymiz Photoshopning rasmlarini. Nargiz ta'mli bo'pti, xushpuroq bo'pti, yiqimliq tingshi, anglsak yiqimliq tingshi deb tasvirlamaymiz buni. Biz faqat buningki rangi qarta, ko'rish tizimimiz qarta, cho'ngmiyimiz ko'rgan narsamiz qarta analiz qilib uchir qaytirdi, shuning qarta nikas qaytiramiz. Demak bu rang bilan naplashadi. Photoshopning 3-chi alohida narsasi rang. Unda bo'lsa rangni biz kanal orqali bir taraf qilamiz. Buni keyin tafsil so'zlaymiz. Endi men mayada nimishqa ba'zi torbikatlarda rasmlar o'xshash JPG tipli turib, hozir mush rasmni tatib ko'ryapti-ku, o'xshash JPG tipli turib nimishqa ba'zida torbat yuzda ko'rindi. Yana ba'zida torbatning yuzda ko'rinmaydi deydigan masalani bir taraf qilmoqchi. Hozir men mush rasmni ko'rinmaydigan qilib boqay. Unda bo'lsa ekilib mayadan men mau rangninki shaklini o'zgartiraman degan kelib maya kirsam bir rang shakli bor, CMYK. Saqlab etdim.
CMYK bo'ldi ama ya. CMYK bo'lgandan yoq men rasmning hech qanday yerini o'zgartmayli saqlab qo'ydim. Amaliyotda ma rasmni ochsam ichildi, ha? JPG mayad ichildi, normal ichildi ekan. Endi men to'r ko'rgichni qo'zg'atib taqay. Rasm bormi? Yo'q. Endi bu yerda bizningki rang shu to'r bekat loyilash jarayonida eng halqiliq diqqat qiladigan narsalarimizning birisi. Biz shu to'r bekatga mos tushadigan, to'rda ko'rinadigan rasmlarning rangini qo'llanishimiz kerak. Bu xohlagancha CMYK-ni olib qo'yib nima ish ko'rinmaydi, men ishlagan rasm darsda manda so'zlanib ketgan nima ish meningki to'rda ko'rinmaydi desak bo'lmaydi. Bu yerdagi rangni pishiq bilishimiz kerak. Shunga shu rang kanallarini keyin tafsil so'zlaymiz. Photoshopda birinchi diqqat qiladigan narsamiz hujjatning tiplari ekan, shundaqmi? Hujjatning tiplari. Ikkinchi diqqat qiladigan narsamiz qavat. Ya'ni Photoshopdagidek loyilash iqtidori kuchli, masalan, o'zgartirishchanlik kuchli bo'lish uchun biz cho'qim qavatga tayindik ekanmiz, shundaqmi? Uchinchi bo'lib diqqat qiladigan narsamiz nima ekan? Uchinchi bo'lib diqqat qilganimiz bo'lsa rang. Rang, ya'ni kanal. Mush uch narsani bilib ketsak, Photoshopda biz hech nimadan qiynalmaymiz. Qo'rqinchli narsa emas bu. Mush uch narsani pishiq bilgandan keyin Photoshop nima bo'ldi, o'rganib bo'ldim desak bo'ladi. Qolgan narsa degan bir buyruq, bunda qilsang unda bo'ladi, unda qilsang bunda bo'ladi, bu nazariya jihatdan so'zlamsak ham bo'ladi. Shundaq bir narsa. Shunga Photoshop o'rgangan vaqtida mayli to'r bekat laylayli, mayli boshqa tipdagi, masalan, VI demdiq, UI demdiq, xohlagan bir narsani laylayli, rang, qavat va hujjatning tiplariga alohida diqqat qilamiz.